Mana yaqindagina biz hurmatli prezidentimiz qo'llaridan unvon oldik. Ular bilan juda katta o'sha 4 soat davom etadigan katta majlisda suhbatlashdilar, fikr almashildi, takliflar qabul qilindi va mana shu qaror dunyoga keldi. O'ylaymanki, qilinayotgan ishlarimiz hammasi tizimli ravishda amalga oshib kelyapti va bu qaror ham o'zini natijasini beradi. Chunki bu biz uchun juda ham bir yaxshi qo'llanma bo'ldi. San'atkorlar uchun, ijod qilishimiz uchun, xalqqa yana ham yaqinlashishimiz uchun, xalqning ruhini ko'tarishimiz uchun, hayotimizda bo'layotgan yangiliklardan, yaxshiliklardan bir-birlarimizni boxabar qilishimiz uchun juda katta bir imkoniyat bo'ldi. Prezidentimiz aytdilarki, har yili madaniyat qurultoyi bo'lsa, san'atkorlarning qurultoyini o'tkazsak, albatta qurultoy bu katta to'y, katta tantana. Bu to'y tantanaga har bir inson o'zini to'yonasi bilan, ya'ni qurultoyga har kim o'zini bajargan ishi, yaratgan obrazlari, spektakllari, kinolari, haykallari, rasmlari, hamma sohadagilar o'zini ishlari bilan qatnashadilar va bir hisobot berganday bo'ladilar. Demak, yelkamizda mas'uliyat bor ekan, nimanidir qilishimiz kerak ekan, o'shanga biz tayyorgarlik ko'ra boshlaymiz, harakatda bo'lamiz. Mexanizm yurib tursa, albatta u natija beradi. Biz prezidentimiz ishonchlarini oqlaymiz, qo'limizdan kelgancha mana shu xalqimizga xizmat qilamiz. Juda ko'p sohada aytgan gaplar bizga juda ham ma'qul keldi. Ayniqsa san'atkorlar doimiy safarlarda bo'lamiz, gastrollarda bo'lamiz, qo'limizda chemadan yuguramiz, yelamiz. Shunaqa paytda ba'zan o'sha aeroportda, vokzallarda biroz ushlanish, biroz o'sha bizni ruhiyatimizga ta'sir qilib qoladi-da, charchab qolamiz. Chunki bir samolyotdan tushishimiz bilan yo poyezddan tushishimiz bilan to'ppa-to'g'ri muxlislarning qarshisiga boramiz. O'sha charchab qolgan holatlarimizda biz ham endi yoshimiz katta, boshimiz og'rib qoladi, davleniyamiz ko'tarilishi mumkin. Mana shunaqa paytda aytdilarki, san'at ahliga o'sha aeroportlarda, vokzallarda qulaylik yarataylik, veb zallarni beraylik dedilar. Bu juda katta gap, bu juda katta gap. Hamma aytgan gaplari biz uchun dasturul amal bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha jonimiz boricha xizmatda bo'lamiz. Kuni kecha davlatimiz rahbarining madaniyat, san'at va adabiyot xodimlari bilan bo'lgan uchrashuvdagi belgilangan istiqbolli rejalar, tashabbuslar bugungi kunda aynan teatr san'ati va kino san'atini rivojlantirishga juda ham bir katta turtki bo'ldi deb o'ylayman. Aynan teatr faoliyatida xususiy sektorlar ulushini oshirish, ya'ni nodavlat teatr studiyalarini ham moddiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan, ham ijodiy tomondan qo'llab-quvvatlanishi bu kelgusida sog'lom raqobatni rivojlantirishga, qolaversa davlat teatrlari qatori nodavlat teatrlarni faoliyatini ham qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda aytish joizki, aynan nodavlat teatr studiyalariga sahnalashtirayotgan spektakllari uchun 50 tagacha davlat buyurtmalari berish, ya'ni ularni ijodiy faoliyati sarf xarajatlari davlat budjetidan qoplanishi, shu bilan birgalikda ular faoliyat yuritayotgan binolarning 50% gacha ijara haqlari qoplanishi bu har jihatdan xususiy teatrlarni, xususiy sektorlarni qo'llab-quvvatlash, davlat teatrlari o'rtasida va nodavlat teatrlar o'rtasida sog'lom raqobatni yuzaga kelishiga xizmat qiladi. Yuksak saviyadagi sahna asarlari yuzaga keladi. Xalqimizni aynan sifatli, saviyali spektakllar bilan bahramand etishga zamin yaratadi. Shu bilan birgalikda aynan davlat teatrlari va nodavlat teatrlarida sahnalashhtirilayotgan va namoyish etilayotgan, ya'ni o'z binolarida namoyish etilayotgan chiptalarning har bir chiptaga 10 ming so'mdan, chekka hududlarga chiqib namoyishlarda esa har bir chipta uchun 20 ming so'mdan subsidiyalarni ajratilishi teatrlarimiz budjetiga kiritilayotgan investitsiya desak mubolag'a bo'lmaydi. Zeroki har bir davlat teatrlari o'zlarining repertuar rejasidagi aksariyat spektakllarni o'zlarining budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan qoplaydi. Aynan o'zining budjeti shakllansa, ularni moliyaviy tomondan o'z-o'zini qoplay oladigan darajada moliyalashtirilsa, albatta bu teatrlarda sahnalashtirayotgan spektakllarning saviyasi o'sishga, ham ijodkorlarni har jihatdan rag'batlantirishga, qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.